Bo'g'irsoq. Assalomu alaykum mening ertaksevar qadrdonlarim. Ertak eshitishni sog'ingan bo'lsangiz, bugun men sizlarga bo'g'irsoq deb nomlangan rus xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonlarda chol u kampir yashagan ekan. Bir kuni chol ovqat yegisi kelib, kampiriga shunday debdi: "Kampir, oy kampir, bu biror narsa pishirib bersang-chi. Uyda yegani hech vaqo qolmabdi-ku." Hozir. Suprani bir qaraychi chol. Unimiz qolmagan edi. Hech bo'lmasa 2 hovuchgina un chiqar. Mana kichkinagina dumaloqqina bo'g'irsoqqa yetarli un chiqdi. Chol, hozir sizga bo'g'irsoq pishirib beraman. Kampir unni qaymoqqa qorib, bo'g'irsoq tayyorlabdi. Uni yog'da qovurib, sovutish uchun deraza tokchasiga qo'yibdi. Bo'g'irsoq esa turaverganidan juda zerikib ketib, bir dumalab oynadan tokchaga, tokchadan polga, poldan eshikka dumalab ketibdi. So'ng ostonadan bir sakrab ayvonga, ayvondan zinaga, zinadan hovliga, hovlidan darvoza ortiga dumalab yo'lga chiqib olibdi. Shu bilan yo'l yoqalab dumalab ketaveribdi. Dumalab borayotsa, qarshisidan shalpang quloq quyon chiqib qolibdi. Yog'liqqina bo'g'irsoqni ko'rgan quyonning ishtahasi ochilib ketibdi. Bo'g'irsoq, bo'g'irsoq. Hozir seni yeyman. Mazza qilaman. Meni yema, quyon. Evaziga senga qo'shiq aytib beraman. Men bo'g'irsoq, supradagi un urvoq. Sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar. Pishdim o'choq tovada, sovutdilar havoda. Qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim buvimdan. Eshit quyon, bo'ldi bas, sendan qochish hech gapmas. Bo'g'irsoq shunday deb yo'l bo'ylab tez dumalab ketibdi. Quyon esa uning faqat izini ko'rishga ulguribdi xolos. Bo'g'irsoq yo'lda bamayli xotir dumalab borayotsa, qarshisidan bo'ri chiqib qolibdi. Uning qorni och ekan. Yog'liqqina bo'g'irsoqni ko'rib, og'zidan so'lagi oqibdi. Qayerga dumalab ketyapsan, do'mboq voy? Mabodo meni oshqozonimga emasmi? Hozir seni yeyman. Meni yema, bo'ri. Senga qo'shiq aytaman. Men bo'g'irsoq, supradagi un urvoq. Sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar. Pishdim o'choq tovada, sovutdilar havoda. Qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim buvimdan. Eshit bo'ri, endi bas, sendan qochish hech gapmas. Shunday deb bo'g'irsoq juda tez dumalab ketibdi. Bo'ri uning izini ko'ribdi xolos. Endi bo'g'irsoqning qarshisidan ayiq polvon chiqibdi. U mazali bo'g'irsoqni ko'rishi bilan uni yegisi kelib ketibdi. Shu
shoshma. Bo'g'irsoq, juda mazaliga o'xshaysan. Seni tezda yeb olay. Oh, oh, oh. Qo'y maymoq, meni yeyishga senga yo'l bo'lsin. Undan ko'ra qo'shig'imni eshit. Men bo'g'irsoq, supradagi un urvoq, sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar. Pishdim o'choq tovada, sovutdilar havoda. Qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim buvimdan. Eshit ayiq, bo'ldi bas, sendan qochish hech gapmas. U qo'shig'ini aytib bo'lishi bilanoq yana odatdagidek qochib qolibdi. Ayiq esa og'zini ochganicha anqayib qolaveribdi. Bo'g'irsoq yon atrofni tomosha qilib, yo'lda davom etib ketayotsa, qarshisidan makkor tulkixon chiqib qolibdi. U bo'g'irsoqni ko'rib, xursand bo'lib ketibdi. O, salom bo'g'irsoqchi. Qayerga ketyapsan? Shunchaki gullarni, daraxtlarni tomosha qilib, boshim oqqan tomonga ketyapman-da. Ha, shunday degin. Biram shiringina, biram chiroylikkinasanki, bo'g'irsoq. Balki qiziq qo'shiqlarni bilarsan-a? Menga qo'shig'ingni aytib berasanmi? Ha, qo'shiq aytishni juda yaxshi ko'raman. Eshit, tulkixonim. Men bo'g'irsoq, supradagi un urvoq, sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar. Pishdim o'choq tovada, sovutdilar havoda. Qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim buvimdan. Eshit tulki, bo'ldi bas, sendan qochish hech gapmas. Ovozing ham, qo'shig'ing ham yaxshiga o'xshaydi. Qarib qolganman-da, bo'g'irsoq. Aybga buyurmaysan. So'zlarini ajrata olmay qoldim. Yana bir marta aytib ber. Shirinim, faqat bu safar yaqinroq o'tir. Kel, yaxshisi burnimni ustiga joylashib ol-da, yana bir marta balandroq ovozda qo'shig'ingni aytaver. Bo'g'irsoq o'ylab o'tirmay, tulkining burniga chiqib olibdi va bor ovozi bilan qo'shiq ayta boshlabdi. Tulki esa o'zini eshitmaslikka solib, yana iltimos qilaveribdi. Bo'g'irsoq, ofarin, qo'shiqni juda yaxshi aytarkansan. Mazza qilib eshitdim. Barakalla. Endi tilimga o'tirib, yana bir marta aytib bera qol. Iltimos. Menga bu qo'shiq juda yoqib qoldi. Uni o'rganib olmoqchiman. So'zlarini yaxshiroq eslab qolay devdim-da. Bo'g'irsoq uning shirin so'zlariga chippa-chin ishonibdi. Unga ayyor tulkining maqtovlari yog'dek yoqib ketibdi-da, bo'g'irsoq bu so'zlardan erib, bir sakrab tulkining tiliga chiqib olgan ekan. Tulki uni hop etib yamlab yutib yuboribdi. Ana shunaqa bolalar. Hamma gapga ham, hattoki juda yoqayotgan bo'lsa ham, ishonish to'g'ri emas. Bo'g'irsoqimiz o'ta ishonuvchan bo'lib chiqdi. Ana shuning uchun ham tulkiga yem bo'ldi. Ozgina ehtiyotkorroq bo'lganida edi, ertak umuman boshqacha yakun topishi mumkin edi. Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.